Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Navbatdagi velosipedimiz Made in Germaniya. Razmeri 26 razmerda. 26 buqa. Diskalar alyumin. Oldi barabanlar. Mana mashinadan tormoz beradi bunda. Baraban tormoz. Juda mo'shni baquvvat tushadi. Spisalar ham nerjaveka spisa. Ko'rishlaringiz mumkin, oldi orqa spisalar ham nerjaveka. Hop, 5 talik stach apparat. Ikki yoq loshkalar. Ko'rishlaringiz mumkin, bagajlar ham bir antiqa ajoyib ishlangan mana. Bagajlar ham mana bu yerni ko'tarsa kengayadi mana. Sumka qo'yishga juda qulay. Mana bunday qilib qo'ysa, o'zimiz oddiy обычный bagaj. Ko'rishlaringiz mumkin, 100% radnoy holatda, almashgan joyi yo'q. Signallar, sabatlar holati idealniy holatda. Ikki yoq loshkalar, усиление rama. Juda baquvvat, mo'shni baquvvat rama. Holatlari idealniy holatda. Mana kirellarda ham mana pataklari bor desanglar, ko'p velosipedni mana shu yerdan suv o'tadi oyoqqa. Bunda mana pataklarigacha bor, o'zining zavodskiy pataklari. Ko'rishlaringiz mumkin. Holatlari idealniy holatda. Kimga shunaqa sifatli yaxshi velosipedlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qilinglar. Like va podpiska bosishdan chiqmasin.